yana hamma joy chiqindi bo'lib yotibdi. Qaniydi bir vaqtim bo'lsa-yu, o'zim mana shu joylarni tozalab supurib qo'ysam. Lekin har kuni ishga borishim kerak, ishdan keyin uy yumushlari. Nima sizlarda BSK yo'qmi? Nega bor? Faqat ularni qidirib topishi o'zi bitta katta muammo. Lekinchi buni shundoq qoldirib bo'lmaydi. Tegishli joyga murojaat qilmasam, hamma joy kundan-kun chiqindi bosib, yerto'ladan badbo'y hid chiqib, eng yomoni toza suv isrof bo'lib ketyapti. Ko'chadan keldim. Dum. Qayerda yozilgan xizmat ko'rsatasiz? Birinchi anaqa bo'lgan hamma narsa o'sha hammasini hozirgi moment. O'sha botdan olib tashlagani uchun biz gruppaga yozdik, чтобы это santexnik bu nomeri, bu nomeri. Nechta ishingiz bor? Nechta ishingiz bor? 15 tami, 16 ta. Qani? Siz совместитель. Nimaga sizga hozir keling? Mana santexnik keldi. Nima yana kim kerak? Men sizga aytdim, obeddan keyin dvorniklar keladi. Aynan shunga o'xshash holat Toshkent shahri Yakkasaroy tumani Bog'saroy mahallasi hududida aniqlandi. Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan Yakkasaroy tumani Bog'saroy mahalla hududida olib borilgan o'rganish jarayonida hududda joylashgan 17-uyning yerto'la qismida oqova suv va ichimlik suvi tarmoqlari quvurlari yorilib, noma'lum muddatdan beri boshqaruv servis kompaniyasi tomonidan e'tiborsiz qoldirilganligi, kirish yo'laklari ta'mirlanmaganligi hamda ko'p qavatli uy atrofi chiqindilar bilan to'lganligi holati aniqlandi. Aniqlangan holatlarni bartaraf etish yuzasidan boshqaruv servis kompaniyasiga bajarilishi majburiy bo'lgan yozma ko'rsatma berildi hamda yozma ko'rsatma nazoratga olindi. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan kafolat xati olindi. Agarda yozma ko'rsatma talablari ixtiyor ravishda bartaraf etilmagan taqdirda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 159-moddasi 2-qismiga asosan ma'muriy javobgarlikka tortilish yuzasidan ogohlantirildi. To'g'ri, atrof muhit tozaligiga mas'ul tashkilotlar, xodimlar bor. Biroq yashayotgan manzilimizda har birimiz ushbu tozalikni, sarishtalikni saqlashda mas'uliyatimiz bo'lmoq lozim. Zero bu bizning sog'ligimiz uchun katta ahamiyat kasb etadi. O'zichi shu hafta bir yakshanba kuni qo'shnilar bilan 1 soat hasharga chiqsak, olam guliston ekan. Siz nima deysiz?